Assalomu alaykum hammaga. Biz boshlagan mashinamiz ishlari ham davom etmoqda. BMW M5 mashinasini polni kuz bron plyonkalarni qilib berganmiz. Mashinamiz kapotini bron plyonkalarini tortib oldik. Qora bron plyonklardan. Mashinamiz baribir boshqachada. Mashinamizning o'zini kuzovini rangi mana shunaqa holatda. Mashinamiz faqat 90% ishlari o'z nihoyasiga yetdi. Mashinamizning yig'ish jarayonlari boshlandi. Mashinamiz nasib bo'lsa chiroyli qilib o'ziga topshiramiz. Nimadir kamda bari BMWga o'xshamayapti. Hoppa, mana topdim-ku. Okey. Endi mana haqiqiy katta bo'lgan mashinasi bo'ldi. Nasib bo'lsa mashinamiz polni ko'zi burun plankalarini tugatib, chiroyli qilib o'ziga topshiramiz. Kimda shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, biz bilan bog'laning, sifatli qilib o'ziga topshiramiz. Hammamizga shunaqangi chiroyli mashinalardan minish nasib qilsa, hammani omadini bersin.